Hop, nuklein kislotalarga oid masalalarni birinchisiga qaraymiz. Hozir ishlayveramiz. Birinchi masalani birinchisi. DNK'ni birinchi zanjirda nukleotidlar ketma-ketligi quyidagicha: adenin, adenin, timin, guanin, sitozin, sitozin, timin, timin, adenin, 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 sitozin, sitozin, guanin, guanin, timin, adenin, guanin, guanin, guanin tartibida ekan. Ikkinchi zanjirdagi nukleotidlar ketma-ketligini toping deyapti. Adenin bo'lsa ikkinchi zanjirda timin, yana adenin bo'lsa timin, timin bo'lsa adenin tartibida bo'lishi kerak. Xo'p, demak bunda B qatordagi nukleotidlarga to'g'ri kelyapti. Qarama-qarshisiga aylantirib olinsa bo'ldi. Adenin bo'lsa timin bo'ladi, guanin bo'lsa sitozin yoki aksi. Demak, birinchisida javobi B javob ekan. Ikkini birinchisi. DNK molekulasini tarkibida 1230 ta adenin nukleotidi bor. Shu DNK tarkibida nechta timin bor? Demak, adeninlar soni doimo timinlar soniga teng, Shuning uchun hop S javobda turibdi. Adeninlar soniga doimo nima teng bo'lar ekan? Timinlar teng bo'ladi. S javobda turibdi. Hop, uchinchi masalani birinchisiga qaraymiz. DNK molekulasini tarkibida 3125 ta adenin nukleotidi bor. 3125 ta nima bor ekan? Adenin. Adenin nukleotidi umumiy nukleotidlarda 20% ni tashkil qilsa, u holda timin nukleotidini soni nechta deyapti? Demak, timin nukleotid ham adenin nukleotid soniga teng 3125 ta bo'ladi. Buni javob ham A javobga to'g'ri keladi. To'rtinchi masalani birinchisi. 560 ta nukleotiddan tashkil topgan DNK'ni uzunligini toping deyapti. DNK uzunligini topganda 560 ta avvalo 2 ga bo'lib olamiz. Sababi bir tomonda nukleotidlar sonini chiqarib olamiz. 280 ta. 280 ta nukleotid bo'lsa, uni har birining o'rtasidagi masofa 0.5.2 nanometr uzunlikda bo'ladi. Demak, bu masalaning javobi S javob ekan. 5-chi masalani birinchisini o'qiyapman. DNK molekulasi muayyan fragmentining uzunligi 108.8 nanometr. DNK molekulasi nukleotidlar orasidagi masofa 0.134 nanometrga teng. Ushbu DNK fragmentida nechta nukleotid bor? Demak, DNKda nukleotidlar soni berilgan bo'lsa, bir tomonidagi nukleotidlarni 0.30 ga ko'paytirar ekanmiz, Shunda uni uzunligi chiqar ekan. Agarda bizga uzunlik berilgan bo'lsa-chi, unda aksi bo'lib yuboramiz. 108.8 ni 0.134 ga bo'lamiz. 320. Endi mana 320 ta nukleotid bu DNK'ning bir tomonidagi nukleotid chiqadi. DNK'ning bir tomonidagi nukleotid chiqadi. Uni 2 ga ko'paytiramiz. 640 ta nukleotid bu DNK'dagi jami nukleotid bo'ladi. Javobi S javob ekan. 6-chi masalani birinchisi. DNK molekulasi muayyan fragmentining uzunligi 122.2 nanometr. Nukleotidlar orasidagi masofa doimgidek 0.4 nanometrga teng. Ushbu DNK fragmenti massasini Daltonda qancha deyapti? Bitta nukleotidning massasi 345 dan hisoblanar ekan. Demak, avvalo nukleotid sonini topib olar ekanmiz. Agar uzunlik berilgan bo'lsa 122.4
uni 0,30 ga bo'lish orqali denkani bir tomonidagi nukleotid topib olar ekanmiz. Demak 360 ta nukleotid bu denkaning bir tomonida. Uni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak 720 ta nukleotid bu denkada barcha nima nukleotid. Endi 720 ta nukleotidni har bir nukleotidning massasi 345 daltondan hisoblanibdi. 248.400 dalton og'irlikda bo'lar. Bu masalaning javobi A javob ekan. A javob ekan. 7-masalani biriga ham qaraymiz. Denka molekulasi muayyan fragmentining uzunligi 54,4 nanometr. Nukleotidlar orasidagi masofa 0,34 nanometrga. Umumiy nukleotidlarning 20% timin ekan. Denkada guanin va sitozin nukleotidlarning sonini toping deyapti. Uzunlik yana berilyapti 54,4 nanometr. Buni 0,34 ga bo'lish orqali denkadagi nukleotidlar bir tomondagisini topib olar ekanmiz. 160 ta. 160 ta 2 ko'paytiramiz. 320 ta nima bor ekan? Nukleotid bor ekan, 320 ta. Nimaga bu yerda 2 ko'paytirayotgan bilyapsizlar, 0,34 ga bo'lsak, biz denkani bir tomonidan o'lchaganimiz uchun bir tomonidagi nima chiqar ekan? Nukleotid soni chiqar ekan. Bir tomondagi nukleotid soni chiqar ekan. Shuning uchun endi nukleotidlarda xo'p 20% timin ekan o'quvchilar. 20% mana adenin bo'lsa, uni qarshisida timin. Timinning 20% bo'lishi adeninni ham 20% ekanligini bildiradi. Guanin va sitozinlar soni foizi 30% dan bo'ladi, 30%. Yoki 320 ta nukleotidni bizda guanin va sitozinni umumiy son so'rayapti. Birgalikda necha foiz? 60%. 60% ni topadigan bo'lsak, hop 192 ta guanin va nima chiqadi? Sitoz. Bu masalaning javobi B javob ekan. Tushunarli bo'lyaptimi? Tushunmasangiz so'rang. 8-masalani birinchisidan ishlaymiz. Namuna sifatida ishlab beraychi 10 ta. Agar RNK molekulasida uratsil soni 60 ta bo'lib, ular umumiy nukleotidlarning 20% ni tashkil qilsa, RNK sintezlangan denka fragmentining uzunligini toping deyapti. Demak, bizda denka molekulasidan bir zanjirli nima sintezlanadi? Informatsion ribonuklein kislotasi sintezlanadi. Hop, unda uratsil soni berilyapti. Uratsil soni nechta ekan? 60 ta ekan va uni foizichi 20%. Hop. RNKdagi 60 ta uratsil nukleotidi necha foiz? 20%. Agar RNKdagi jam nukleotidlar 100% bo'lsak, RNKdamizdagi jam nukleotidlar soni nechta bo'ladi? 300 ta bo'ladi, mana. RNKmizda nukleotidlar nechta ekan? 300 ta. Hop. DNKmiz bir tomonida ham nukleotid shunda nechta bo'ladi? 300 ta. RNKmiz DNKmiz bir tomoniga mos-ku. Uni ikkinchi tomonida nukleotid 300 ta bo'lsa, DNKmizdagi
barcha nukleotidlar shunda nechta bo'ladi? 600 ta. Bizda masalada DNKni uzunligini toping debdi. DNKni uzunligi bir tomondagi nukleotidlardan yoki RNKdan o'lchanadi. Hop, 300 ta bo'lsa, uni 0,100 dan necha ko'paytiramiz? 34 ga ko'paytiramiz. 100 2 nima ekan? Nanometr uzunlikda bo'lar ekan. Bu masalamiz javobi B javob ekan. 9-masalani birinchisi. DNK fragmentida 800 ta dezoksiriboza bor. DNK fragmentining uzunligini endi nimada topar ekanmiz? Hangi strimda topar ekanmiz? Bitta nukleotid tarkibida o'quvchilar, bitta azot asosi, bitta monosaxarid va bitta fosfat kislotani qoldig'i bo'ladi dedimi? Dezoksiriboza 800 ta degani DNKdagi nukleotidlar soni ham nechta degani? 800 ta degani, ha? DNKmizda 800 ta dezoksiriboza yoki 800 ta nukleotid bo'lsa, uni 2 ga bo'lsak, bir tomonida nechta nukleotid qoladi? 400 ta nukleotid, ha? Endi 400 ta nukleotidni DNKning bir tomonida bo'lsa, 3,4 angstrimdan masofasini hisoblasak 1360. Hop, 9 1360 ta 60 nima ekan? Angstrim ekan, ha? Masalamiz javobi D javob. Paholdaxon DNKni uzunligini so'rasa, biz doimo DNKni bir tomonidan o'lchaymiz. Ha? Bir tomondan o'lchaymiz. Mabodo shu yerda siz 800 ni 0,3 ga ko'paytirib qo'ysangiz, ha? Siz DNKni bir zanjirdan borib, ikkinchi zanjirdan qaytishni o'lchab qo'ygan bo'lib qolasiz. Shuning uchun DNKdagi nukleotidlar teng 2 ga bo'lib olinadi. Bo'lib olingan son ko'paytiriladi. Tushunyapsizmi? Bu hali foiz yo'lini o'lchashda ham shunaqa-ku, to'g'rimi? Foiz yo'lini yon tomoniga o'tib, ikkita rels nima? Birga o'lchanadi, to'g'rimi? 1 kilometrlik foiz yo'lida, ha? 2 kilometr nima bo'ladi? Rels bo'ladi. Ishlaymiz bo'lmasa. Shu yerga ishlaylikchi. Pranaxon yoqib qo'ysin. 10-masalani birinchisiga qaraymiz. DNKda purin asoslarning soni 50 ta bo'lsa, shu DNKdagi pentozalar sonini toping deyapti. Demak, purin asoslari bu DNKning yarmini tashkil qilar ekan, ha? Adenin va guanin DNKning yarmini tashkil qilsa, 50 ta purin asosi bo'lsa, hop, 50 ta bo'ladigan bo'lsa, pirimidinlar ham nechta bo'ladi? 50 ta bo'ladi. Demak, DNKdagi jam nukleotid soni 100 ta, ha? Hop. DNKda 100 ta nukleotid bo'lsa, DNKdagi pentoza, ya'ni dezoksiribozalarning soni ham 100 ta bo'ladi. Bu masalaning javobi B javob ekan. 11da biri. Agar DNK tarkibida 378 ta fosfodifir bog' bo'lsa, ushbu DNKning uzunligini toping deyapti. Demak, DNKdagi fosfodifir bog'lari DNKdagi nukleotidlarning sonidan nechta ekan bo'ladi? 2 taga. 378 ga 2 ni qo'shsak, 380 ta nima bor? Nukleotid bor. Xo'p.
380 ta nukleotit bo'lsa, DNKning bir tomondagi nukleotidlar soni bilib olishimiz uchun 2 ga bo'lamiz. Demak, 190 ta nukleotid bu DNKning bir tomonida. Bir tomonidagi 190 ta nukleotidni 0,134 nanometr ko'paytiramiz. 64,6 nanometr uzunlikda. Hop. Masalamiz javobi D javob chiqar ekan. 12-masalani birinchisi. Agar DNKning uzunligi 76,5 nanometr bo'lsa, ushbu DNK tarkibidagi fosfodifir bog'lar sonini toping deyapti. 76,5 bo'lsa, uni 0,134 ga bo'lish orqali DNKning bir tomondagi nukleotidlarni sonini topar ekanmiz. Necha ekan? 225 ta nukleotid bu DNK'miz bir tomonida. Endi 12 ko'paytirsam 450 ta nukleotid bu DNK'da jami. DNK'da. Endi ulardan 450 ta nukleotidni 2 ni ayirish orqali ulardagi fosfodifir bog'lar son topamiz. 440 necha ekan? 8. 448. Demak, A javob ekan. 448 as. 13-masalani birinchisi. DNKning bir zanjirda 119 ta fosfodifir bog'i mavjud. Adeninlar umumiy nukleotidlarda 30% ni tashkil qiladi. DNKdagi guaninlar sonini toping deyapti. 199 ta fosfodifir bog'i bo'lsa, birni qo'shsak 200 ta nima bor? Nukleotid. 200 ta nukleotid bu DNKning birinchi nimasida? Zanjirida. 200 da 2 ga ko'paytirsam, demak 400 ta nukleotid bor ekan. Bu DNK'mizdagi jami nukleotidlarning soni 400 ta. Adeninlar 30% bo'lsa, guaninlar necha foiz qoladi? 20%. Demak, hop 400 ta nukleotidni hop 30% adenindan iborat bo'lsa, guaninlar uning 20% ni tashkil qiladi. Demak, 0,2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, demak 80 ta nima bor ekan? Guanin nukleotidi bor ekan. Javobi A javob. Hop, birda qo'shishimiz sababi DNKning bir zanjirida 199 ta fosfodifir bog'i bor ekanda, bir zanjiri bo'lganligi uchun fosfodifir bog'lari bir zanjirda bitta kam bo'ladi. Shuning uchun birda qo'shuvdik 200 ta nukleotid bu DNKning bir zanjirida chiqdi. DNKning ikkita zanjiridagi nukleotidlarni 2 ga ko'paytirdik, jami nechta chiqdi? 400 ta. 400 ta. Shu 400 ta nukleotidni 30% adenin bo'lganligi uchun 20% guanin qolyapti. Shuning uchun 400 ni 20% degan 0,2 ga ko'paytirsak 80 ta guanin chiqadi. 14da 1. DNKning birinchi zanjirida nukleotidlar tartibi, ikkinchi zanjirda ham nukleotidlar tartibi berilyapti. Shu fragmentdagi guanin va sitozin o'rtasidagi vodorod bog'lar soni to'g'ri keltirilgan javobni toping deyapti o'quvchilar. Hop. Guanin va sitozin o'rtasidagi vodorod bog'lar sonini og'zaki topib olishimiz ham mumkin. Sanab chiqamiz. Birinchi zanjirda guaninlar
Xo'p, guanin vositasi nechta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta guanin va sitazin bor ekan, a? 9 ta guanin sitazin bo'lsa, 9 ni necha ko'paytiramiz? 3 ga ko'paytiramiz. Demak, 27 ta nima bor? Vodorod bog'i bor. Hop. Javob. O'n beshta birinchisi. DNK fragmentida adenin 10 ta adenin, 20 ta sitazin mavjud. DNK fragmentidagi vodorod bog'lar sonini toping deyapti. Adeninlar soni nechta ekan? 10 ta. Hop. Sitazinlar soni 20 ta. Adenin va timin o'rtasida ikkitadan vodorod bog'i bor, a? Shuning uchun 2 ga ko'paytirsak 20 ta vodorod bog'i. Guanin va sitazin o'rtasida 3 tadan vodorod bog'i bor. Ko'paytirsak 60 ta vodorod bog'i. Ikkisini birga qo'shadigan bo'lsak 80 ta vodorod nimasi bor? Bog'i bor. 80. Javobi S javob. 16-masalani birinchisi. DNK qo'sh zanjirida 500 ta vodorod bog'i va 20 ta adenin borligi ma'lum bo'lsa, vodorod bog'larini necha foizi adenin bilan timin o'rtasida joylashgan deyapti. Demak, adenin soni nechta ekan? 20 ta ekan, a? Adenin bo'lsa, uni qarshisida nima bo'ladi? Timin. Vodorod bog'i nechtadan bo'ladi? 2 ta. Ko'paytirsak 40 ta vodorod bog'i bor ekan. Bu nimani o'rtasida? Adenin bilan timin o'rtasida. Jam vodorod bog'lar nechta? 500 ta. Hop, 500 ta vodorod bog'i bu 100%. 40 ta vodorod bog'ichi? 40 ta vodorod bog'i bu necha foiz ekan? 8% mi? 8%. Bu masalaning javobi S javob ekan. S javob ekan. Tushunarli bo'lyaptimi? 17-1 ga qaraymiz. DNKda 180 ta vodorod bog' bo'lib, ularning 30% guanin va sitazin orasida joylashgan. Ushbu fragmentda adeninlar sonini toping. Fragment degani DNKning bir bo'lagi degani. Hop, vodorod bog'lar bo'lsa 180 ta vodorod bog'i bor ekan, a? Shuni 30% guanin va sitazin o'rtasida joylashgan ekan. Necha foizi o'quvchilar? Adenin bilan timin o'rtasida joylashgan bo'ladi? 70%. 0.7 ga ko'paytirsak 126 ta vodorod bog'i nimani o'rtasida joylashib turibdi? Adenin va timin o'rtasida. 126 ni 2 ga bo'lsak 63 ta nima bor? Adenin nukleotidi bor. Demak, masalamiz javobi D javob ekan. Tushunarli bo'ldimi? 180 ta jam vodorod bog'i bor ekan, uni 30% guanin bilan sitazin o'rtasida joylashar ekan, a? 30% guanin va sitazin o'rtasida joylashsa, adenin bilan timinning o'rtasida joylashgan necha foiz qoladi? 70% qoladi. 70% ni topsak, 126 ta vodorod bog'i adenin va nimani o'rtasida turibdi? Timinda. 126 ni 2 ga bo'lsak 63 ta ekan, a? 63 ta adenin nukleotidi bor. Bu D javobga to'g'ri keladi. Fragment bu DNKning bir bo'lagi. 18da birinchisiga qaraymiz. 598 ta fosfodifir bog'iga ega bo'lgan DNK molekulasida adenin 150 ta. Guanin va sitazin orasidagi vodorod bog'larida sonini toping deyapti. Avvalo nukleotidlar topib olamiz, a? 598 ga nechini qo'shamiz? 2 ni qo'shsak 600 ta.
Nima bor? Nukleotit bor bu DNKda. Olti yuzta nukleotit bo'lsa o'quvchilar, 600'ni 2'ye böladigan bo'lsam 300. Nimaga 2'ye bo'lib yubordim? DNKdagi nukleotitlarning yarmi purin, yarmi nimadan iborat? Pirimidan iborat. Purin degani DNKdagi adenin va nima degani? Guanin degani, to'g'rimi? Yarmi purindan iborat bo'lsa, adenin bilan guaninda. Demak, 300 ta purin asosi bo'lsa, adeninlar soni o'zi nechta ekan? 150 ta ekan. Bundan ayirib yuborsak, 150 ta bu nimani soni qoldi? Guaninning soni qoldi. Ha? Bizda guanin va sitazin o'rtasidagi vodorod bog'ini so'rabdi. 150 ta guanin bo'lsa, uni 3 ga ko'paytirish orqali 450 ta vodorod bog'i borligini bilishimiz mumkin. Guanin va sitazin o'rtasida. Demak, javobi B javob ekan. 19'da 1. Axborot tashuvchi RNK tarkibidagi nukleotidlar quyidagi nisbatda uchraydi. Guanin 31 ta, uracil 19, sitazin 21, adenin 29. Mazkur RNK molekulasi asosida uning sintezida ishtirok etgan DNK molekulasi tarkibidagi nukleotidlarda miqdorini toping deyapti. O'quvchilar qarang. Demak, DNKda qo'shlanjir bo'ladi. Adenin bo'lsa qarshisida nima? Timin. Timin bo'lsa uni qarshisida adenin. Guanin bo'lsa uni qarshisida sitazin. Sitazin bo'lsa qarshisida guanin. Bundan sintezlanuvchi RNKdagi nukleotidlar. Ikkinchi zanjirdan olsak, timin bo'lsa adenin. Adenin bo'lsa uracil. Sitazin bo'lsa guanin. Guanin bo'lsa nima ekan? Sitazin. Shu yerda bizga berilayotgani RNK molekulasidagi deyapti. RNK. Bu esa nima ekan? DNK. RNK molekulasida adenin 18 ta ekan. 18 ta. Hop. Uracillar soni 19 ta. Sitazinlar soni 21 ta. Guaninlar soni esa 30 bitta. Hop. RNKda nukleotidlar tartibini yozib oldikmi? RNKdan yozib oldik. Endi RNKda adenin 18 ta bo'lsa, timin ham nechta bo'ladi? 18 ta bo'ladi bu tomonida. Uracil bu tomonida 19 ta bo'lsa, adenin ham bu yerda 19 ta. Hop, guanin 31 ta bo'lsa, sitazin ham 31 ta. Sitazin 21 ta bo'lsa, guanin ham 21 ta. Endi DNKni birinchi zanjirida ham nukleotidlar bor-da. Hop, timin ikkinchi zanjirda 18 ta bo'lsa, birinchi zanjirda ham 18 ta. Hop. Adenin 29 ekanmi? Hop. Yirmi to'qqiz, hop 29, 29. Hop 19, 19, 19 ha. 31, 31. Ana bu yerda ham 31. Sitazin 21 ta bo'lsa, guanin 21 ta, bu tomonda ham sitazin 21 ta bo'ladi. Endi DNK molekulasida nukleotidlarda son toping deyapti. Adenin bu timinda topganimiz bilan bir xil. Bu tomonda 29 ta bo'lsa, ikkinchi tomonida 19 ta. Hop, 48 ta bo'ladi. Hop. Adenin 48 ta bo'lsa, timin ham nechta bo'ladi? 48 ta. Guanin bu tomonda 31 ta bo'lsa, ikkinchi zanjirda 21 ta. 52 ta. Sitazin ham nechta bo'ladi? 52 ta bo'ladi. Bu masalaning javobi
Qaysi javob ekan? Javob ekan. Hop, qarang. Bizga berilayotgani informatsion erenkadagi nukleotidlar tartibi. Hop, informatsion erenkada adenin 29 ta, uratsil 19 ta, guanin 31 ta, sitozin 21 ta deb yozib oldik, ya. Erenkadagi adenin DNKdagi nusxa sintezlangan zanjirdagi nimaga teng? Timinga. Bu timin DNKning birinchi qarama-qarshi zanjirdagi nimaga teng? Adeninga teng. Shuning uchun adenin 29 ta bo'lsa, DNK nusxa sintezlangan zanjirdagi timinlar 29 ta, uni qarshisidagi adeninlar ham 29 ta. 19 ta, 19 ta, 19 ta, 31 ta, 31 ta, 31 ta, 21 ta, 21 ta, 21 taga teng. Adeninlarni yig'ib olamiz. Birinchi zanjirda adenin 29 ta bo'lsa, ikkinchi zanjirda nechta ekan? 19 ta. Qo'shsam 48 ta ekan. Timin ham xuddi shu bilan teng. 19 ga 29, 48, guanin 31 ga 21, 52. Sitozin ham guaninga baribir teng bo'ladi. 31 ga 21. Bu DNKda ikkita zanjir hisoblanadi. Yigirmanchi masalani birinchisi. DNK molekulasida 396 ta adenin, 386 ta guanin bor. Tarkibida 200 ta uratsil saqlangan RNK shu DNKning ikkinchi ipidan sintezlandi. DNKning birinchi ipida nechta adenin joylashgan deyapti o'quvchilar. Shu yerda diqqat qilib turinglar. Demak, adenin bo'lsa, uni qarshisida nima ekan? Timin. Timin bo'lsa, qarshisida adenin. Guanin bo'lsa, qarshisida sitozin. Sitozin bo'lsa, qarshisida nima ekan? Guanin. Hop, bu DNKni chap tomoni birinchi zanjir, o'ng tomoni ikkinchi zanjir deb olaylik. Ikkinchi zanjirdan RNK sintezlansa, timin bo'lsa, uni qarshisida nima bo'ladi? Adenin. Hop, adenin bo'lsa qarshisida uratsil. Sitozin bo'lsa guanin, guanin bo'lsa qarshisida nima ekan? Sitozin. Hop. DNKda adeninlarning umumiy soni 396 ta ekan. Hop, guaninlarning umumiy soni-chi? Hop, 386 ta ekan. Ikkalasini birga qo'shaylikchi, DNKda nukleotidlarda yarmi chiqadi. Necha chiqar ekan? 782 ta nima bor DNKda? Furin asosi, ya'ni DNKning yarmi. Demak, DNKdagi furin asoslari, DNKdagi yarim nukleotid RNKga ham to'g'ri keladi. Mana 782 ni bu yerga yozsangiz ham bo'laveradi. Tarkibida 200 ta uratsil saqlagan debda. Uratsil mana bu yerda nechta ekan? 200 ta. Hop, nusxa sintezlangan DNK zanjirini bu yerda adenin ham nechta bo'ladi? 200 ta bo'ladi. Uni qarshisidagi timin ham nechta bo'ladi? 200 ta bo'ladi. DNKni birinchi ipida nechta adenin joylashgan debdi. Demak, bizga mana bu so'roq bo'lyapti, to'g'rimi? Hop. Adeninlar mana bu yerda 200 ta edi, to'g'rimi? Hop, jami adenin 396 ta edi. Mana bu yerda adenin chiqaveradi-da. 396 ta adeninimiz bor edi. Ikkinchi zanjirda 200 tasi bor ekan. Birinchi zanjirdachi 196 ta adenin bor. Hop, javobi S javob ekan. Barcha masalalarda 2, 3, 4larini mustaqil ishlaysizlar. Shu asosida tekshiramiz.